Xuddi shu holat bizning ifloslangan organizmimiz hisoblanadi. Guruch mahsulotini yangi tug'ilgan chaqaloqning organizmi yoki inson organizmi deb hisoblasak, guruchga suv qo'shamiz va aralashtiramiz. Bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarning organizmi, ya'ni bu ximikatlarsiz organizm. Yod qo'shib ko'ramiz. Yodni biz gazli ichimliklar, rangli ichimliklar, spirtli ichimliklar va ximikat mahsulotlari, fast foodlar deb hisoblaymiz. Bunga oz miqdorda yod qo'shamiz. Xuddi shu holat sodir bo'ladi. Ya'ni bu organizmning ifloslanib ketganligidan darak beradi. Ifloslangan organizmni tozalashda bizga Navamin yordam beradi. Navamin dorimiz Spetsky Wellness kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi. Bundan bir donasini olamiz va ichiga ochib tashlaymiz. Bitta kapsulani ochib tashladik va holatni o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Mana ko'rib turganingizdek inson organizmi qonli tozalanyapti. Suvimiz ham ochardi. Hatto qorayib ketgan guruchlarimiz ham ocharishni boshlayapti. Navamin mahsulotimizni yosh kattalarga 2 dan 3 mahal tavsiya qilamiz. Qonli organizmdagi shlaklar, hujayralar